Mansur Dorg'a mayus ahangni so'zlayotdi. Biz soğuk çöküp ketayotgan kishiga o'xshab qapdiq. Undaq odam bütün kuchini ikki-birkiga yig'ib o'lim bilan elishidi. Shuncha kuchsimi to'lqinlarning shiddatli urishlarga bardoshlik berilmay, cho'kib ketishga boshlaydi. Oxiri zulmatli dengiz ostida hayoti bilan vidolashidi. Ah, Mustafa, biz dal shu holga qoldik. Seningcha biz o'lib ketsak, bizni asaydiganlar chiqarmi? Mansur Dorg'a yenimda o'ltirib, suvga cho'kib ketib borgan odamni do'rayotdi. Hayajon bilan suv o'zganni taqlid qilib, oxirgi savolini so'raydigan chaqqa kelguncha, xuddi rastilla to'lqinlar bilan ilishgandek hasirab, yo'milib ketgan edi. Bizni bir kimlarning aslashining nima qimmati bo'lsin? Dedim javoban. Javobimdan o'zim hayron qoldim. U jiddiy qiyofatda. Nihoyatda buyuk qimmati bor, dedi. Qandoq? Agar kishilar bizni unutib ketsa, demak biz bir umr kurash qilgan sharafli davoyimiz unutilib ketdi degan gap. Odamlarning o'lib ketishi bilanla davom o'lib ketadigan ish yo'q. Mansur ma'nli kulib qo'ydi va so'zini davomlashtirdi. Da'vo qilgan odam bo'lmasa, davom bo'lmaydi. Xo'jinaz hoji o'lib ketdi. Sharifxon to'rimi? Begmi o'lib ketdi. Biz beg yoki qo'mondon bo'lmasaqmi? Da'vo o'lmadi. To'xta, gapimni bilmay tur. Mening tunji ayolim o'lib ketdi. Boshqa bir cho'kan bilan uylandim. Da'vo yana o'lmadi. Lekin nihoyat afsusnorligi biz texnicha to'lqinlar bilan elishib, jon talashyapmiz. Seningcha bexatar qirg'oqqa urisharlarimizmi? Yoki qutqizish kemasi kelarmi? Yoki bo'lmasa zulmat qorong'ulikda o'lim bilan uchrasharmizmi? 6 oy bizning qo'limizda edi. Osman Baturning yeniga keladigan qo'zg'olonchilar bargan sari ko'payib, qo'shin kuchlanayotdi. Vatanimizning dushman ishg'oli ostidagi va yoki kommunist xoinlarning qo'lidagi yerlardan nurg'un kishilar kelib bizga qatildi. Vayron bo'lgan savdogarlar, mol-mulki musodir qilingan boylar, yo'l echish, temir yo'l yasash degandek ig'ir ishlarga majburiy silinib, bir vaqt nachar tomoqdan boshqa hech qanday haq berilmagan faqir kishilar, har turli qiynash, xo'rlashlarga duchor bo'lgan olim ulama, ziyolilar. Bir kuni ruslar qo'shin boshlab ketib keldi. Osman Batur ularning bundoq kelishiga ideyaviy tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Lekin bu qatim ular pek cho'ng qo'shin bilan kelgan bo'lib, Oltay rayonining har tarafini kalkundaq qoplab ketdi. Uning ustiga ular o'z zamonidagi dunyo bo'yicha oldin qatorda turadigan qurol-yarog'lar bilan qurollangan bo'lib, nihoyat qattiq va qonliq jang bo'ldi. Ulardan nurg'un odamni yo'qotdik. Bizmi pek ko'p qurbonlik berdik. Lekin ular Oltayni yana bir qatim ishg'ol qildi. Bizmi taqqa qaytib chiqdik. U yerdan Barko'lni bazi qilib sharqqa chekindik. Osman Batur bizga: "Hammamiz o'lib tuguguncha kurash qilamiz", dedi. Beshimdagi qon oqayotgan yerini tozalab, temib qo'yayotgan Mansur kulib: "Biz ajabmi os o'lyapmiz, ha?" dedi. "Qaytirilishga ishonmamsan?" "Qaytirilishga albatta ishonaman", dedi Mansur ko'zlarini yiroqdagi tinch va mo'nliq ufuqqa tikib turib. "Lekin biz oxiratda qalbimiz pok-pokiz holatda tirildirilmiz. Biz bilan o'chmanliklarimiz tangtirilmaydi. Men Xitoylar va Ruslardan shunchalik nafratlanamanki, bu nafratdan xalos bo'lib ketsam, cho'ng bir lazzatdan quruq qolgan bo'laman. Shunga men Rabbimning meni oxiratda mushu nafratim bilan billa tirildirishni umid qilib duo qilaman. Bu odamiy shaytonning bo'lgan mal'unlar insonning aqli yetkisiz vahshiyliklarni qilishyotidi. Ah Mustafa, bizning asliga tushib qolgan sabdoshlarimiz bor edi. Bilsan-ku, ularni tanklarning zanjir tapallariga bog'lab yanjitgan vahshiyliklari, shundaqla ularning ko'z va quloqlarini qorga ilib etishib, basashganlari esingdimi? Jangchilarimizni bir-birining uchaylar bilan bo'g'ib, o'yin chiqarishganliklari, o'limalarimizni birini bir shahid qo'mondonning uchiyi bilan bo'g'ib o'ltirganligi esingdimi? Bularni inson deyishga kimning tili borsin? Mag'lub bo'lish bizga bekor kelgan edi. Ruslar yangi kelgan Xitoy rais bilan bizning g'ururimizni yerga urishdi, ittifoqlashdi. Chunki u ruslarga o'xshash kommunist edi. O'ng solimizni qaraytdik. Bizning na do'stimiz, na ittifoqlashimiz yo'q edi. Osman Batur ko'k yuziga qarab, ko'rsatkich barmoqi bilan yuqini ishorat qilib turib, "Alloh biz bilan billa", dedi. Erib oldin ketgan qonlar ichida og'riqdan ingrayotgan jangchilar kuchlarini yig'ib, "Allohu akbar" sadolarini yangratdi. Mansur Dorg'a menga: "Tog'larga qarab ketib boramiz. Shaharga qaytib kelib kelmasligimiz noma'lum. Shaharga bir kirib chiqsa, qandoq deysan? Ayolimni xotirjam bo'la olmayapman. Ayoling va balangni ko'rgin kelgan do'stingmi?" dedi. Rastini aytganda, cho'lpan va cho'pchonli bo'lib qolgan o'g'limni to'lim sig'ingan edim. Lekin biz inqilobchilar haqida tutish buyrug'i bor edi.
Agar dushmanning qo'liga tushib qolsak, gap yo'q, o'lib ketadiq. Tashvish ichida mundaq dedim. Shahar biz uchun o'lim maydoni deganlik emasmi? O'limdan qo'rqib qolarmidiq, Mustafa? Yur, yo'lga chiqayli. Yo'shirin berib Rus ishg'olchilari paydo qilgan dunyoni ko'rib boqmamdiq. Shaharda tayinli qizil bayroqlarni, kompartiya sho'rlarini ko'ramiz. Balki shaharning marsiya va vido qasidasi o'qitganini ko'ramiz. Shaharlarmi odamga o'xshaydi, qayg'uradi va azoblanadi. She'r o'qib munglanadi, mangizlari qiziradi. Shaharlarning ruhi bor, insonga o'xshaydi. Menga ishon. Biz kimligimizni yoshirib yo'lga chiqdik. Ba'zida podsholardek kiyinatdik. Ba'zida bir-biridan tilab yurayotgan tilimchi siyaqida, ba'zida ammal yoki qurilish ishchilaridek yasinatdik. Ba'zida kommunistlarning orasiga kirib, ularning sharaflik shuarlarini tovlashib, biror mutaassib qo'zg'olonchini tanqidlashga qatnashatdik. Albatta, boshqalarga o'xshash beshiga tosh atmadik. Aksicha, qalayimqanchilikdan foydalanib, qizil qo'g'dug'chilarning rus bo'lamdi yoki turkistonlik kommunist bo'lamdi, beshiga tosh etib oldik. Atrof intayin qalayimqan edi. Qur'onlar, tafsir kitoblari, hadis kitoblari bo'libmi, ajdodimiz Imom Buxoriyning hadis kitobi va boshqa fiqh, tavhid kitoblari purlanib, yirtilib, ko'chalarga tashlatilgan bo'lib, dushman askarlari yig'ib, o't yoqib, isinib o'ltirishadi. Necha kechilik mushaqqatli safardan keyin Mansurning ayoli turayotgan uyga yetib keldik. Namoz shamoga oz qolgan vaqt edi. Mansur oldi bilan kirdi. Ondan uning jaranglik kulgan ovoz anglandi va vaqirab turib: "Kel, kiraver Mustafa. Bu xotin haya parishobni yo'qotibdi", dedi. Bir ayolning yig'i aralash: "Keldingmi Mansur? Seni o'lib ketdimikin debdiman" deganligi anglandi. "Kivalg'ning nima bu? Şeytanlarga Allah'ның lənəti bolsun. Ular koçdalar rumilimni elib yırtıb taşlayıbətdi. Rumal atqan həmməylərini şunda qıldı. Çay şipimni mo yırtıb köydürübətdi. Uzun könglikimning etek, yanlarını qayçı bilan kesib qisqartıbətdi. Bizni tərəqqi qıldırıb Mədinəşdirirgini imiş." Çokan qisqa qara köynək kiygan bo'lib, yanlarning qisqiliqidan qo'ltiqi ko'rinib qolayli degan, chochlari yelkisiga tushgan holatda bo'lib, qalbim mujulib, unutilg'isiz bir ta'sir paydo qilgan edi. Hem kulkilik, hem ayonchilik manzara edi. Mansur ayolini ko'rsatib turib: "Qara, mana Yangi Turkiston", dedi. Ayol izodin yig'isini to'xtata olmay, öksüp yig'laydi. Mansur uni mehr bilan quchoqlab turib: "Yig'lama suyimlikim. Bu yerda uzoq turmaymiz. Xalqning kerakdigan yerlarga ketamiz. Taq chiqib ketsak, u yerda hech kim Qur'onni yirtmaydi. Sahihul Buxoriyni hech kim chariylmaydi." Mansur bilan atish ko'rishadigan bo'lib ayrildim. Cho'lpon bilan umoq bolamni bekmi sig'ingan edim. O'g'lim hozir yugurib taqlay olgudek, "Dada" deb chaqira olgudek bo'lib qoldi. Bu sho'x bolamga haqiqatan ichim kuyatdi. Kechasi shaharning ichi vahima va xatarga to'lgan bo'ladi. Tong atqanga qadar harbiy holat yurgizilib, ko'chaga chiqish cheklanadi. Shaharning ichi nurg'unlagan natnush kishilarga to'lib ketgan edi. Xitoy va ruslarning ko'p miqdorda nüfus ko'chirilib kelayotganligi haqida anglaganlarimiz rost ekan. Hamda Turkistonlik yoshlarni 10 minglab, 100 minglab tutib, Sibiriya tarafga surgun qilib apirib, ig'ir emgaklarga selib ishlatdi. Oqqullar uchun uylarni, har xil faoliyat so'rinlarini, hatto fahishxonalarni mo selib berdi. Erkinlik shuarlarini tovlashgan yoshlar ko'chalarga to'lib ketgan bo'lib, maktablarda, klub va ko'cha do'qmishlarida har xil kichik kitobcha varaqalarni tarqatishadi. Bu kitobcha varaqalarda ulug' sotsializm inqilobi haqida, xalqlarning o'z taqdirini belgilash huquqi degandek mazmunlar bor edi. Va biz ismini anglab boqmagan qahramonlarni tunishtiradi. Osman Batur, Xo'janiyaz Hoji va Alixon to'ralarni bo'lsa, bandit, bulangchi qilib ko'rsatdi. Burxon Shahidini milliy qahramon, xalqning erkinlik jangchisi, taraqqiyparvar rahbar qilib tasvirlaydi. Halbuki hozir muavin raislik o'rniga o'tirgan bu odam vatanimizga sirtdan ko'chib kirgan tatar bo'lib, kommunist Sovetni ulug'lab, proletariat inqilobini maqtab ushirib yuradigan biri edi. Bu men biladigan shahar emas edi. Odamlarimi o'zgargan, ko'chada anglangan til va gap so'zlarmi natunish edi. Ballarimi bu yerning ballari emas, yerim yalang'och ayollarmi asla bu shaharning ayollari emas edi. Oxiri ayolim turayotgan uy tarafga yetib keldim. Uni va bolamni ko'rdiganligini o'ylagan sari alamli qalbim hayajondan düpüldashga boshladi.
Cho'lponning chehriga qarasamla, ichim ajoyib rohat bo'lib qoladi. Eshikni inik chekdim. Birisining ig'ir mangan qadam to'yishi anglandi. Eshik ochilganda hushimdan ketishga tas qoldim. Kimsan? deb vaqirab tashladim. Eshikni ko'zlari o'ltirishib ketgan, yuzlari qizarib tortishib qolgandek ko'rinadigan, chochlariga oq kerishga boshlagan biri ochgan bo'lib, quyuq burutiga yavatgan tamqining qoldiqlari chaplashib qolgan edi. Beshimdan oyog'imga bir qarab etgandan keyin, "Mening kimligimni bilmamsan? Hamma odam tanıydı beni. Men pomishchik kapitalistlarni tutadigan qizil qo'g'diqchilarning katibishi", dedi. İlipni tayaqlaydigan bilimsiz, nadan ekanligi chiqib turadi. Gerçi yerlik tilda so'zlayapsimi, chiroyidan chet ellik ekanligi chiqib turadi. Yuz qurilmasi, bo'y basti bizninkilarga o'xshamaydi. Ko'zidan chachrab turgan nafrat texim shundoq. "Ezib qolgan o'xshaysan, yo'ldosh", dedi va eshikni qo'pollik bilan yeb qo'yib bo'ldi. Ah, bu o'yinin tilsiz bo'lib qolgani. Bo'lmasa, bizga nima xabarlarni yetkazar edi? Demak, bu o'ymi yotlarning qo'liga tushibdi. Buni kichik shakldagi ishg'ol desak, hargiz eshib ketmas. Ichimga bir endish tushdi. Ayolim va bolam qayerda? Önümni chiqarmay yaxshilikcha ketib olishim kerak. Meni tonib olsa, chatoqning cho'ngi shu. Tutilib qolsam, hayotimning oxirigacha zindondan chiqolmasligim aniq. U chaqda qo'limdan hech kelmaydi. Ro'yimni qaplab olgan endishini, qalbimdagi o'tliq isyonni besib, o'z-o'zimni savr qilishga va temkin bo'lishga chaqirib, u yerdan ayrildim va Koni shahar tarafga qarab mangdim. Shaharning vayron bo'lib, yarim xarobilikqa aylanib ketgan bu rayonida meni, ayolimni va bolamni taniydigan kishilar bor edi. Masjidning xizmatini qiladigan bir yaqinim va ko'chaning do'qmishda satrashxonasi bor yana bir tanishim bor edi. U o'g'limning aqiqa chechini tushirib qo'ygan edi. "Ey Iset, o'g'limning shu muborak chochlaridan bir tutam saqlab olgan bo'lsam-chi?" Avval masjidga bordim. Taqoq edi. U yerdan hech kimni topolmadim. Satrashning do'koniga bordim. Satrach bir xaridorning chechini tushirayotgan ekan. Menga ko'zining quyruqida qaragan edi, ko'zlarimiz uchrashib qoldi. Burunqidek qizg'in salom qilishga tamshilib u darhol ko'zi bilan ishorat qilib meni to'xtatib oldi. Ondan meni ko'rmaganga selib ishini davom qildi. Men bilan gaplashgisi yo'qdek turadi. Ichimda "Endi qanday qilarman?" deb o'ylandim va nimali bo'lmasin bir so'rab olay deb yandagi ko'n yog'och o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Satrashning qo'li tizishib ketdi. Oxiri ishini tugatdi. Xaridor pulni berib chiqib ketgandan keyin ishorat qilib, boyiq odam qo'yib ketgan o'rindiqqa o'ltirg'izdi. "Nima ishlar bo'lyapti, Abduxoliq?" dedim men. "Bu yerga nima deb kelding?" dedi chigilishib ketgan chochlarimni yasagan qiyofatda harakat qilgach. "Osman Baturning odamlarini tutib olgan yerda o'ltiryotdi. Shaharga qanday kirding? Tez ko'zdan g'oyib bo'l. Bo'lmasa jining ketadi." "Istihzo bilan, yo'ldosh, nima ish bo'ldi?" dedim. "Men yo'ldosh emas, jinimni saqlab qilishni xohlaydigan bir satrash xolos." "Cho'lpon qayerga ketdi?" "Qochib ketdi." Aloqazodlik bilan uningga tikildim. U so'zini davomlashtirib, "Bolasini ilib hech kimga sezdirmay ketib qoldi", dedi. Yer zamin cho'rgilashga boshladi. Satrashning qo'lidagi qaychining ovozi charchab ketgan nervlarimni taxim charasiltib etdi. Abdulxoliq mening qayg'u va g'azabdan elishib qolay deganimni his qildi bo'g'ay. "Aqlingni ishlat, Mustafa. Biz hozir rahim shafqat deganini bilmaydigan, Allohni asla tonimaydigan kofirlarning qo'lida yashayapmiz." Uning gapini tasdiqlagan tarzda so'radim. "Ayolim qayerga ketgandi?" "Qumulga qarab yo'lga chiqqan bo'lishi ehtimol." "Nima ish qumulga ketgandi?" "U yerga texi sog' salomat bora olgan bo'lsa, hamma yerda tut odamlarni tutib, mejib, o'ngga so'lga ittirib yuradigan gigant qo'ldan birisi paydo bo'lib qolgandek. Qara, nimalarni deb ketdim. Qandoq ifodalashni bilolmay qilyapman. Xalqning beshiga kelgan bu dishvorchiliklarni bu rayon butunlay ruslarning qo'liga tushib ketdi. Bu yerdan tezroq ketib olganing yaxshi." "Qattiq ketmayman." Uning yadang'i yuzi tatirib ketdi va titrak ovozda, "Pasrak gap qilgan Mustafa. Gitlerdan, Germaniyadan kuchlik emassan. Biz degan har tarafdan balo yig'ib turgan, to'rt tarafidan
Yov hovuşup kelayotgan aciz bir xalq. Satrashning o'rindiqida birdam o'ltirdim. Do'kondan chiqay deyishimga Abdulxoliq maydonga bir tal ko'mins iznikini taqab qo'yib, Bu iznek seni xeli avarchiliklardan saqlaydi. dedi. İznekni maydamni yulib elib, yerda qalayimqan chechilib yotgan kesik chashlarga qaratib atdim va keltirib birni tükürib, puxadan chiqqıcha dassab mejib etgandan keyin do'kondan chiqdim. Nagim borarman? O'z vatanimda turib, boshliqqidek yerim yo'q, g'arib musofirga o'xshab qoldim. Ziminning huquqi mening qo'limda emas. Do'st bilganlarim mendan qochib Ayolim bo'lsa bu voqealarning qaynimiga cho'kib ketgandek g'oyib bo'lib ketdi. Mansurning qashiq baray. Kechini shu yerda o'tkazay. Mansurning uyiga kirgan chog'imda ayoli bilan ikkisi dasturxonning ikki bo'lingida ta'tir qarishib o'ltirardi. Dasturxondagi tomoqqa qo'l tegmagan edi. Tuyuqsiz kirgachga ikkilisi cho'chib ketdi. Mansur nadomat to'kilib turgan sulg'un ko'zlari bilan men qaradi. Hech kimni topolmadim, dedim. Balasini elib ketibdi-da. Dedi Mansur 5-chi aqab qo'yib. Ha, qayerga ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Shundoq bo'lgani yaxshi. Dedi Mansur so'zlab o'tib, g'azabdan mushtumlari tugilib, burutlari titrab ketdi. Nima demoqchi bo'lganini anqara olmay turib qoldim. U yuragini alam pichiqi tilayotgandek asrat bilan so'zini davomlashtirdi. Mening bu ayolim qutulibdi o'limning og'zidan, lekin eg'ir badal to'labdi. Nima badal? Rus bolsheviklarni mehmon qilibdi. Tushundingmi? Baya keldi. Ularning mas'alas holda uyimga kirganini ko'rdim. Anglayapsan? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Men ularning meni o'ldirib o'tishdan qo'rqib, bir burjakda chashqinda tugilib yushinib turdim. Bu mening bu ayolim bo'lsa, ular bilan ish-pesh tartishib, eg'iz burun yarishishga boshladi. Men uchunmish. Shundoq deydi. Men uchun qilibdimish. Gap qila. Hey, nomussiz xotin. Ayol dir-dir titrab, gaplarni qo'lashmay qolgan edi. Ölüpli qutlay deb o'yladim, lekin cüret qilolmadim. Basqınçılıqqa uchirgandan keyin nega berib kimdan panoh tilishimni bilolmadim. Ey Robbim, amonatingni olsangchu, menga rahim qil Mansur. Ular bu depsenchilikni menga emas, bütün o'limalarning, yurtcho'nglarning xotin qizlarga qildi. Bu gaplarni to'qib olganim yo'q, rost bo'lgan ishni davotiman. Obdan, dedi Mansur ko'z yoshlari o'ngaklarni bo'ylab oqayotgan qiyofatda. Achchiq kinoya aralash. Biz bu kechini sening aziz mehmon bo'lib o'tkazaylik. Nomussiz xotin. Degan ketimiz. Seni taloq qildim, taloq. Men nima deb soldim? Asli gunoh kimda? Dardimni kimdan ilyapman? Nima bo'ldi menga? Aqlidan adashgandek birdam osmonga, birdam yerga, yana birdam men qaraydi. Oxiri talvalarchi qaqahlab kulishga boshladi.